Bu savol qiziqdi. Nima uchun yozda insonlar kamroq kasal bo'ladi? Qishga kelganda hamma kasalliklar, qo'zg'i, gripplar, boshqa oyoq og'rig'i, bel og'rig'i, bosh og'riqlari juda ko'payib ketadi-da. Aynan qishga kelib. Nima uchun? Chunki siz yozda ko'p suv ichasiz, qishda umuman ichmaysiz suv. Yosh kattalarni oldiga borsangiz ham ko'kcha qo'yib qo'yishgan bo'ladi-da. O'rtoqlar, do'stlarim, qarindoshlarim desam bo'ladi. Qishda ham suvni kanda qilmang. Kuniga 2 litr iliq holatda suvni ichib iste'mol qilib yuring. Iliq holatda dog' suv aralashtirib iching, mineralniy suvga dog' suv aralashtirib iching. Bu organizmingizga kerak, o'rtoqlar. Nima, faqat misol uchun yozda suv emas, qishda ham ichib turing. Agarda qoningiz suyuq bo'ladigan bo'lsa, ertalab 2 stakan suv ichadigan bo'lsang, kamida 90-95% kasallik yuqmaydi. Erta oshqozon ostida ertalab 2 stakan suvning foydasi obedga ovqat hazm bo'lishiga, qoningiz suyulishiga sababchi bo'ladi. Oyoq og'rig'i, bel og'rig'i, bosh og'riqlari ham aynan suv yetishmasligidan. Oddiy suv. Turshik nima uchun turshik bo'lib qoladi? Aynan suv qochgani uchun. Aynan sizlar misol ajinlar toshishiga ham, oshqozon yaxshi ishlamayotganiga ham, jigardagi muammolarga ham, o'tqo'pingiz dimlanib, ovqat yaxshi hazm qilish sababi ham oddiy siz mineralniy suv, oddiy suv ichmasligingizdan. Ushbu videoni suv ichmaydigan, ko'p kasal bo'lgan tanishlar jo'natib qo'ying. Zero qishda ham suvni kanda qilmang, olib kelib qo'ying, iste'mol qiling, oilaviy iste'mol qiling. Sog' bo'ling.